Bugungi mavzumiz normal spermatogenez edi. Spermatogenez umuman qisqartirib yozishga harakat qilaman, чтобы vaqtimizni tejash maqsadida. Boshqaruv mexanizmiga qaraganda spermatogenez ikkiga bo'linadi: gen va gormon. Ikkita qismga bo'linadi. Genetik faktorlarni sanab o'tadigan bo'lsak, u odam geni odatda 46XY xromosomadan iborat bo'ladi. Bu normal holatda spermatogenez kechadi. Ba'zi paytda 46XY bo'ladi, no patologiyalari bo'ladi. Misol uchun 10-chi, 9-chi, 11-chi, 12, 13, 14, 15-chi xromosomalardagi muammolar bo'ladi yoki 21, 22. Shu vaqtlarda ham sperma ishlab chiqarishda muammolar bo'lishi mumkin. U alohida juda katta tema, unga bir harakat qilamiz leksiya qilib berishga. Mana shu qaraladigan asosiy jihat spermatogenez boshqaruvida muhim rol o'ynaydigan narsa 46XY normal holat. Bundan tashqari bo'lishi mumkin bo'lgan patologiyalar ham bor. Asosiy genetik boshqaruv shunda yotadi va bizda Y xromosomani ma'lum bir qismida uchraydigan AZF faktori, azospermiya faktori. Bu 3 ta qismdan iborat: A, B, C. Bu hali bizga kerak bo'ladi, hali oxirroqda yana ham tushuntiraman. Endi gormonal boshqaruvda gipofizdan gormonlar ishtirok etadi: LG, FSG. Shu yerda men organ chizib o'tishga harakat qilaman. Erkaklarda misol uchun mashonkasi bo'ladigan bo'lsa, bu sxematik, birga bir o'xshamagan bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Kimlarda o'xshata olmading deyishlari mumkin. Bu sxematik. Bizda moyak va moyak ortig'idan urug' yo'ldan iborat va moyak ichi 250-300 tagacha kanalchalardan tashkil topadi. Kanallardan bittasini olib gistologik holatga olib keladigan bo'lsak, to'qima holatida undan va ma'lum bir gistologik hujayra olsakda, hujayralarda holatini ko'radigan bo'lsak, aytaylik, mana o'sha hujayralar to'plami. Bu yerda kletka sertoli bor va oraliq hujayra, kletka leydik bor. Kletka leydik va yana kletka sertoli. Bu shunaqa davom etaveradi. Bu proses. Oraliq hujayralarda ba'zilari prostaglandin ishlab chiqaradigan hujayralar bor, ba'zida ko'proq leydik hujayralari. Leydik, bu sertoli. Xo'p. Mana yerda ham leydik, bu sertoli. Xuddi shunday. Spermatogenez odatda qanday jarayonlar kechadi? Gipofizarni gormonlardan bizga yordamga kelishi mumkin bo'lgan ikkita gormon bor: prolaktin, TG. Mana shu 4 ta gormon bizga eng asosiy hisoblanadi. Leydik hujayralari bizda LG odatda leydiga hujayralariga ta'sir qiladi va u o'zidan ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan gormonlardan testosteron ishlab chiqaradi. Общий va svobodniga bo'linadi, fraksiyalarga bo'linadi va u ikki metabolizmga uchrashda ikkita yo'nalishga ketishi mumkin: DGT, dihidrotestosteron yoki estradiolga. Kletka sertoliga FSG borib ta'sir qiladi. FSG kletka sertoliga ta'sir qiladi va o'zidan 4 ta markor ishlab chiqaradi: sperma, ingibin, AMG va GSPG. Xo'p, spermatogenez bosqichida kletka sertoli hujayralari bo'linadi va bu bo'linishga ishtirok etadigan asosiy mexanizm bu FSG. FSG gormoni bo'linishda birinchi riyat bo'linadi. Bittasi ikkiga bo'linsa, bittasi joyida o'zak hujayra, ikkinchisi keyingi bo'linishga uchrash uchun keyingi etaplarga o'tadi. Va bu hujayra har bir ikkiga va karrali bo'linishga davom etadi. Va bularda birinchi riyat bo'linish bo'ladi. Bir hujayradan 4 ta hujayra hosil bo'lmaguncha bu davom etadi va bu birinchi riyat hujayralari deyiladi. Va undan keyingi etap har bir hujayra yana keyingi bo'linishga uchrab, har bittasidan yana 4 ta hujayra hosil bo'lguncha davom etadi. Hosil bo'lgan oxirgi bu 8 umumiy 8 karra bo'linish hisoblanadi. Bu ikkinchi qism bo'linish deyiladi. Va finalni bosqich bor. Finalni bosqich har bir oxirgi hujayradan yetuk spermatozoidlar hosil bo'lishi, bosh, bo'yin, dum hosil bo'lishi. Shu tartibda davom etib umumiy kanalda hosil qiladi. Bu 3-riyat, 3-bosqich deyiladi. Ya'ni spermatogenez 3-bosqichi. Shu yerda biz genetik boshqaruvga ham qaytamiz. Birinchi o'rinda birinchi bosqichga AZF A lokusi javob beradi. Ikkinchi bosqichga AZF B lokusi javob beradi va finalni bosqichga AZF S lokus javob beradi. Ya'ni bu AZF A, B, S, A, B, S
lukslarida spermatogenez boshqaruvining genetik informatsiyalari saqlanadi. Bu undagi muammolar spermatogenezda qaysi bosqichida to'xtab qolganligi yoki yetilish ehtimolligi bor yoki yo'qligi aytiladi. Odatda A, B bosqichida azospermiya, полноценный azospermiya bo'ladi. S'da ba'zida oligo, ba'zida kripto, ba'zida esa azospermiya bo'lishi mumkin. Eng благоприятныйsi, ya'ni ishlasa nimadir olish mumkin bo'lgan variant AZFS luksdagi muammolar hisoblanadi. A, B luksdagi muammolar odatda yechimi yo'q muammo deb qaraladi. Spermatogenezni fazga bo'lib bergandan keyin birinchi, ikkinchi bo'linishga fazga javob beradi. Lekin finalni bosqich bosh bo'yin dum degan shakllanishiga bizda prolaktin gormoni bilan testosteron gormoni javob beradi, ishtirok etadi. O'sha finalni bosqichga. Mana shu prolaktin sperma sostavida eng yuqori bo'lishining sababi ham mana shu spermatogenezdagi muammo. Prolaktinning ko'tarilib tushishi spermatogenezga ta'sir qilishi mumkin. TTga umumiy metabolizm uchun kerak bo'lganligi uchun hisoblab olamiz. Bizda ishtirok etadigan gormonal fonimiz mana shu narsalardan iborat. Buni tushunmasdan turib, spermani foizini ko'tarish yoki tushirish yoki spermadagi qaysidir patologiyani izlash meni hayolimda bu sahrodan suv izlash yoki suvdan qum izlash bilan barobar. Suvni yuzidan qumni izlash yoki toshni izlash bilan barobar. Bu yerda mana shu mexanizmni tushunmagunizcha sizning patsientingizda katta ehtimol bilan o'zgarish bo'lmaydi. Sababi bir kunda 200 millionta hujayra bo'linishsa, undan 150 balki 10 million sog'lom sperma chiqishi mumkin. Muammoni qaysi darajada, genetikmi, gormonalmi yoki bo'linishning qaysi etapida, umuman hujayralarda yoki to'qimada yoki organdagi muammolarni aniqlash uchun mana bu gormonlarni interpretatsiya qilish kerak bo'ladi. Bu yerda juda ko'p patologiyalar yotibdi va har bir patologiyaga to'xtalib o'tishga bizda vaqt yetishmaydi. O'shaning uchun keyinchalik sizlardan bo'ladigan so'rov asosida keyingi leksiyalarni tayyorlaymiz. Mana shu ishtirokda birorta mineral, vitamin yoki badlarning ishlashiga men ishonmayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Sababki tolerantnost degan narsa bor. Men da hurmat qilaman o'sha badlar yozadigan vrachlarning fikrini, lekin ishonmayman, qabul qilmayman. Balki ular ham to'g'ri o'ylayotgandir, lekin men qabul qila olmayman. Ming afsus bo'lsin. Sababki mana bu narsani tushunganingizdan keyin siz ham ishonmay qolasiz. O'shaning uchun spermani foizini ko'taradi deb fermadan qaysidir qiz kirib kelsa, u bilan bemalol tortishib, isbotlab bera olmasligini aytib, qani isbotlab bersin, mana shu narsani tushungandan keyin menimcha endi sizlar ham ishonmasalaringiz kerak, yana ham qolganini vijdonlaringizga havola. Tolerantnost shunday narsaki, birovning fikrini qabul qilish va unga agar fikri noto'g'ri bo'lsa, uni hurmatini joyiga qo'yib, o'z yo'lingizdan yurish. Bu tolerantnost deyiladi. Hop, spermatogenezni normal boshqaruv mana shu gormonal va genetik jihatdan boshqaruv shulardan iborat. Bu yerdagi qolgan muammolar, patologiyalar juda ham ko'p. Uni vaqt o'tishi bilan birga xudo xolasa ishlab boramiz. Hop, biror kamchilik bo'lsa, biz ojizdan deb bilasizlar. Biror foydali ilm bo'lgan bo'lsa, Xudodan, bizni bir sabab deb bilasizlar. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, takliflar bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyaga yoki lichkaga yozishlaringiz ham mumkin.